Xudoga shukr qilib mana shunchalik dehqonchilik qilib o'tiribman. Mana. Yana nima qilishim kerak mana? Shunchalik qilib. O'shanda ham bizning haqqimiz yo'q. Bu yerlar shaxsiy mulki Sultonova Masudaxon, chunki ular mushtum zo'rda. Ularning hamma gapi o'tadi, bizga o'tmaydi. Hech qachon o'tmaydi bizga. Ularniki o'tadi mana. Shunchalik qarab o'tiribman mana. Shaxsiy mulki bu. Bu joylar Sultonova Masudaxonning shaxsiy mulki. Beyu ijara mana tozalab xaroba joy tozalab o'tiribman, lekin beyu uyimiz uchastkani bo'shatib chiqib ketishimiz kerak ekan mana. Mana Sultonova Muhabbatxonning uyi mana o'rtaga kamera o'rnatib qo'yganlar. Kameralar bor. Ko'rib turish kerak. Akasining hovlisini nima qilayotganini hammasini ko'rib turish kerak. Chunki bitta janjal qilib turish kerak. Bu kamerani sudga narsa qilganman, mashina nizo bo'lganda sudga aytgandim, mana shu kamerasini olib beringlar deb. Bo'pti, yarashuv qildik. Kamerasini olib beramiz, olamiz, yo pasaytiradi dedi. Mana qalin oldimi? Olmaydi. Bu akasini hamma narsani nima qilayotganini, necha marta uyga kirib chiqayotganini hammasini bilib turish kerak-da. Mana ikkinchi guruh farzandim bor. Mana 1 yosh 2 oylik bedagim bor. O'shanda ham mana oddiy dehqon bolasiman men ham mana. Shunchalik qilib mana pokiza qilib, mana shunchalik qilib dehqonchilik qilib o'tiribman. O'shanda ham biz yaxshi bo'lmaymiz. Sultonova Masudaxonga jangillatib qilib bergan oldingi hokim. Qani xaroba bo'lib yotibdi. Lekin bu joy ham shaxsiy mulki. Ota hovlisida ham haqdor, u ham haqdor. Lekin bizda haqqimiz yo'q. Ikkita voyaga yetmagan qonuniy farzandim ham. Hamma joy mushtum zo'rlaniki. Mana biz bu yerda haqqimiz yo'q. Qayda o'tiraman bilmayman. Ijaraga chiqib ketishim kerak ekan. Va hamma narsaga haqdor. Doim